Dungan somsa internetda portlayotgan retseptni bugun sizlar bilan o'rganamiz. 10 ta dona dungan somsamizni o'rtasini tozalab, bitta dona ham donachalari qolishi kerak emas. Suvga solib 10 daqiqa ivitib olamiz va ichlarini yaxshilab yuvib silqitib olamiz. Qiymamizga maydalangan piyozimizni qo'shib olamiz. Ketidan 1 osh qoshiq tuz, zira, murch qo'shamiz. Agarda xohlasanglar pomidorni to'rtburchakka to'g'rab, qirg'ichdan chiqargan sirni qo'shib aralashtirib olsanglar, bu ham zo'r nachinka bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib, tayyor slayonli xamirimizni ingichka qilib yoyib olamiz. Dunganlarimizni ichiga qiymalarimizni ketma-ketlikda solib olamiz va ochilgan xamirimizni lentasimon qilib kesib olib, chiroyli qilib o'rab chiqamiz. Xohlasanglar xamiringlarni chiroyli jimjimada kesadiganda kessanglar, yana ham somsanglar chiroyli bo'lib chiqadi. U xohishligiga qarab biz pichoqda kesib olganmiz va qizdirilgan duxovka pechiga ustiga tuxum sarig'ini surib, kunjut sepib 40-45 daqiqaga yuvoramiz. Dungan somsalarimiz pishayotganda ozgina suv chiqadi. Suvni tortib olgandan keyin xamirlarimiz xrustashli bo'lib qoladi. Tegi yumshab qolmasligi uchun tegidagi suv обязательно tortib olinishi kerak. Ekranda ko'rinib turibdi. Tegi sal qizargan, lekin xrustashli bo'lib chiqadi somsalarimiz. Hammaga yoqimli ishtaha, mazasi juda ham shirin bo'ladi. Обязательно tayyorlab ko'ringlar.